Mana hurmatli Telegram, Instagram, o'sha YouTube'ga to'liq videosini chiqargan xo'rozimiz Toshkentdan chiqib ko'rdi, avlodida olingan bu. O'zini bo'lasimiz avlodidan shu makinani bostirib kelib olingan. Yaxshi rozi siqparda ekan, bu ham oz qolibdi xudo xolasa. Oyoqlar mo'shni xudo xolasa, top-toza. Joning sog' bo'lsin. Toshlar, yaxshi ko'rinyapmiz-ku, tashqarida bo'lsa bo'larkan. Tumshuqlari ham qop-qora, ko'zlari ham qop-qora. O'ta bo'ladigan narsa. Bu 28-aprelda, 28-aprelda chiqqan, lekin mana mart xorozlarini ko'taraman-ku, bir xilda. Chaqirdimi yo chaqirib qoldi. Endi chaqirib qoldi xudo xolasa mana. Bu to'lovda hozir, buni hozir o'ynab bo'lmaydi, biror marta o'ynamagan. To'lovdan chiqsa, lekin oyog'ini ko'rish mumkin. Hozirgi vesi 4 kilodan oshiq jicha. 4 kilo kelib qoladi, ag'bag'ida oshiq. Xudo xolasa jo'ja moshni ekan mana, ko'zlarini ham ko'rsatib qo'yim, ko'zlari, tumshuqlarini. Yaxshi, joning sog' bo'l. Yaxshi ko'rindimi? Mana yurishlari. Muzlar birinchi ko'rtar bu to'lovi sal kechikibdi, endi chiqadi. Buni ishdan kelib qolibdi. Bu hozir suhbatda ham tanasi hozirgina yengilroq vazni. 300 gram, 400 gram, 200 gram farq qilishi mumkin. Hozirgina ham tana sherigi ukasi mana. Bir kun oshib chiqqan. 28-aprel. Xudo xolasa yaxshi narsa. Bu ham chaqirib qoldimi endi? Chaqiryapti. Endi sal osib qoldi. Turishini qarang. Buni sal ko'proq chaqirgan. To'liq video YouTube kanalimizga qo'ydik. Xudo xolasa ishqibozlar aloqaga chiqasizlar. Bular moshni zotlar xudo xolasa. Men ham uchun bitta like ushbu videoni dagan ishqibozlarga yuborib qo'yasizlar. Mana yurishni ko'ringlar.